Arkadaşlar bugün sıra bilan Meşe Instalater. Bugün sıra bilan Minecraft'ta kiyim yani skin önerisi ketaman. Birinchi o'rinda biz Google'ga Minecraft skin deb yozamiz. Bu yerda Minecraft skin deb bosamiz. Qaraydi endi. Eng katta muammolar. Kattalar ketdi mayli. Bu yerdan masalan menga mana bu yo'qdi. Pastga tushamiz. Bedava yuklanyapti. Salgina pazar o'xshagan paytimiz. Mana bu yerda kurashgan narsacha bor. Bitta davlat skin bor, keyin ana bu davlat apply on Java bor. Keyin davlat skin bor. Keyin Bedrock bor. Biz o'shani Bedrockni bosib ko'ramiz. O'zasidan davlat skinni bosardim ko'pincha. Yuklandi deb chiqdi. Va biz o'sha Minecraft o'sha xuddi Minecraftda qilsanglar tushunib olasizlar. Endi biza mana shu narsadan mana bu qaytamiz. Mana uni bosamiz. Keyin buni bosamiz. Keyin buni bosamiz. Xo'sh, berdan. Mana buni bosamiz. Bosgan paytimizda avtomatik Minecraft kirib ketadi. Va bizdan so'raydi. Baqaloq bo'lsinmi deydi, yo ariq bo'lsinmi deydi. Baqaloq yo ariq bo'lishi PvP yo'masa blok qo'yish umuman hech narsa yordam bermaydi, lekin men sal ariq bo'lishini xohlayman, chunki videolarda yaxshi ko'rinadi. Shu bilan video o'z nihoyasiga yetdi. Barchangizga xayr va barchangizga xayr. Videoga like va obuna bosib qo'yinglar.